Assalomu alaykum, hurmatli Usak News kanalining ko'ruvchilari. Bugun 10-iyun aqcha almashtiruv ballarining tanishib o'tamiz. Tushki chiqarilishi. Mana ko'ramiz, o'zgardi. Dollar 81,5, rubl bo'lsa 1.25. Kompanion bankda rubl 1.26, dollar bo'lsa 80,50. Bu Finka bankda. Uzkrado bank Bardanında şol 1 tiyindan rubl ko'tarilibdir. Bakay bank dollar 81, rubl bo'lsa 1.26. Baytushun banki dollar 79,5, rubl bo'lsa 1.25. Kırgızistan bankda dollar 79,5, rubl bo'lsa 1.27. Eng so'nggi shunday ekan. Barыңыздар bizning kanalga qatnashib, like bosib qo'yingizlar. Jana kommentariyingizni kutamiz. Juma muborak bo'lsin. Assalomu alaykum.